MyTech kanalimizda yana bitta drabilkamiz, samodelka Xitoy zavodskoy drabilkamizni obzor qilib beramiz, ochib ko'rsatib beramiz. Qani boshladik. Mana hozir drabilkamiz Xitoydan kelganda mana shunday holatda bo'ladi. O'sha upakovka uralgan shtalar mana shunaqa holatda kelgan bo'ladi. Hozir strechlarni ochib turib ko'rsatib beramiz. Drabilkamiz 4 kilovatli motor bilan jihozlangan bo'ladi. Alyumin atmotkali bo'ladi. Avtomat shitlari, 2 tali avtomat shitlari va komplektida 4 ta setkasi ham bo'ladi. 4 xil razmerda chiqaradi. Mashina materiallarda ustida o'ralgan zashitalari bo'ladi. Bukilmasligi va kraskasi o'chmasligi uchun. Bau firmasidan bo'ladi. Dastlari 4 kilovatli motor. Hop, 220 da ishlaydi, 60 kilo. 2020 chiqqan sanasi. Mana shu bitkasi. Mana ikkinchi tomoni, endi bu qismi asosiy qismi, motor qismi va pichoqlari. Komplektida mana balonlari 4 ta rezing, 3 ta rezinkasi qo'yiladigan, oyoqqa qo'yiladigan rezinkasi. Xo'p, setkalari 4 xil. Buni ham ochib ko'rsataylik. Drabilkamiz pichoqlari kalyonli materialdan qilingan bo'ladi. Charxlangani ham olovda kuydirib turib charxlanadi. Mana bunday malatkoy 10 ta pichoqlari ham bo'ladi. Bular ham charxlangan. Malatkoy bu tomonga, bu tomondan 5 ta 10 ta bo'ladi. Keyin mana qotirilgan pichoqning detalini ko'rsanglar, mana qalinligini. Juda ham qalin. Mana shunga ham e'tibor berish kerak drabilka olgan vaqtda. Chunki bu asosiy qismi bo'ladi. Bu mana shu pichoqlar shuni ustiga qotirilgan bo'ladi. Bu qismi sinib ketsa bo'ldi. Drabilkadan ketsangiz ham bo'ladi. Mana materiallarni ham qalinligini ko'rsatamiz. Mana qalin material. Bu tomonlari ham avtomat shitlar, 2 tali avtomat shit. O'zi avtomatik o'chadi, tok tushib ketsa yoki ichida tosh-posh tiqilib qolsa, o'zi avtomatik o'chadi. Datchiklari bor. Motori, mana kabellari ham qalinada, o'zida bunday vilkalari ham chiqadi. Tayyor. Shunday boriladi, tokka suqib ishlatib ketilaveradi. O'zining komplektidan mana shunday 4 ta setkasi ham chiqadi. Ha, bu 2 ta setka. Bu unday qilib beradi, ma'nosi yarmi qilib beradi donlarni. Ma'nosi silosdagi, bunisi ham silos somonlarga bo'veradi. 4 ta mana shunday komplektdan setka chiqadi. Hozir mana drabilkamizni mana ustiga qo'yish juda ham oson va hozir ko'rsatib beramiz. Mana bitta joyga kiradigan temir bor. Shu yerda kiritiladi. Endi buni orqasini taqib olamiz, bo'ldi. Shu bilan drabilkamiz ishga tayyor. Chiqarib bu tomondan makka donlarni solasizlar. Tomondan makka to'ldirib qo'yiladi va mana ochib qo'yiladi. Bu tomondan so'talar bo'lsa, so'tani solishga. Agar makka poya shunaqa narsalar kerak bo'lsa, mana bundan qo'chqordan solinadi. Hozir bitta ishlatib, qani ko'rsatib beramiz, qanday ishlar ekan. Motor datchiklari ham bor. Top naprijinani ko'rsatib turadi. Ana avtomat shitlaridan o'chiramiz.
Akalar vibratsiya va shu yo'q, qimirlash hech narsasi yo'q mana. Tik turibdi, bir xil qimirlagani yo'q. Akalar drabilka tanlayotgan vaqtingizda mana shu narsasiga juda ham e'tibor beringlar. Agar yaxshi balansirovka qilinmagan bo'lsa, mavlar yaxshi qo'yilmagan bo'lsa, qimirlab ketadi. Drabilka tokka suqqaningizda darrovga hamma joyi qimirlab ketadi. Parragi ham tez to'xtab qoladigan bo'ladi. Buni parragi hali beri to'xtamaydi. Aylanib yotibdi hali. Ko'rsanglar. Akalar drabilkamizni xuddi shunday qizil rangidan, sariq rangidan, har xil ranglardan bor. Xohlagan turdagi ranglaringdan qilib ham berishimiz mumkin. Optim, dona hamma narxda bor. Bemalol telefon pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilsanglar, sizlarga xuddi shunaqasidan yetkazib beramiz. Manzilimiz Toshkent Izza yo'l Betonka bo'yi. Mana bu tomon Izzada Abu Saxiy Urizor tomondan kelish, bu tomon Abu Saxiy yo'l ketishda. Kelarasizlar, Maytech do'konimiz. Narxlarni aytib o'tamiz. Eng asosiy joyi narxi 2.800.000 so'mdan drabilkalarimiz kelib bemalol xarid qilib ketishlaringiz mumkin. 12 ta viloyatda dastlabkalari ham mavjud. Bemalol qo'ng'iroq bilan, bitta telefon qo'ng'iroq bilan zakaz qilsanglar ham bo'laveradi. Akalar, bu do'konimizda hozir turibmiz. Do'konga sotish uchun mablag'ni keltirib qo'yganmiz. Sklatimizda ham bundan ko'p juda ham bor. 300 ta, 400 ta har hafta yangi partiya keladi. Yetmagan bo'lsa, bir hafta kutganingizda yana orqasidan yana kelaveradi yangilari. Mana bu